Qaranglar, nima turibdi? Nina, yavni Nina turibdi. Assalomu alaykum hammaga. Hozir men dastavkaga keldim. Mana bunaqa pilisos olib keldim mashina uchun. Lekin bu pilososni aytmayapman. Hozir ota-onalarning diqqatiga, ota-onalar sizlar uchun juda ham muhim, farzandinglarning e'tibori uchun, farzandinglarning ayniqsa kelajagi uchun juda ham muhim ma'lumotni aytmoqchiman. Hozir dastavkaga olib keldim. Aytganimda pilososni hozir skameykaga kelib o'tiraman deganimda, fonar tushirib qarab o'tirganimda qaranglar. Qaranglar, nima turibdi? Nina, yavni Nina turibdi. Hali bu Ninaga teganim yo'q. Hozir mana atrofda yana skameykalar bor. Shu skameykalarni mana ham to'ling. Skameykalar bor. Shu skameykalarni qarab chiqyapman. Bittama-bitta ota-onalar, farzandinglar sizlar shunaqa detskiy plashadkaga olib chiqqaninglarda, farzandinglar qo'linglarni qo'yib yorib, yugurib o'yinga berilib ketadi. O'yinga berilib har xil skameykalarga, hamnaqa kachelalarga o'tirib oladi. Sizlardan beso'roq o'zini o'yin qarorligiga borib, shuning uchun iltimos qilaman ota-onalar, o'zinglarni farzandinglarga e'tiborli bo'linglar, hamma narsani nazardan qochirmanglar. Hozir shunaqa narsalar juda ham ko'payib ketgan, ommalashib ketgan. Shuning uchun o'zinglarni farzandinglarni yana qaytarib o'taman. Kelajagiga bee'tibor bo'lmanglar. Tarbiyasini to'g'ri beringlar. O'rtoqlar, hammaga rahmat. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, shuni iloji boricha maksimalni tarqatamiz. Mana shunaqa ninalar qo'yib ketilayotgani ko'p kuzatilyapti. Bu videoni sizlar uchun men kontent tariqasida oldim. Shunaqa ishlarni bartaraf oldini olish uchun ota-onalarni oyoqlikka chaqirish uchun kontent uchun olindi. Oyoq bo'linglar ota-onalar, salomat bo'lasizlar.